Tirnog'ingni tishlama. Necha marta aytdim senga bunaqa qilmagin deb. Basharangni kirligini qara, nima qilib kelding? Yuzingni kir qilganing yetmaganday orqangdan mana bu daydi o'rtoqlaringni ham yetaklab keldingmi? Kim bular? Oy, birinchidan biz gijjalarmiz. Bolangizni yuziga har xil dog'lar tushga, tirnog'ini tinmay yeyishiga, kechalari orqasini qashilashiga biz sababchimiz. Siz ajoyib ona ekansiz. Sizdek onalarni biz gijjalar yaxshi ko'ramiz. Bolangizga hatto vitamin bermaysiz. Bu onaga haykal qo'yish kerak, haykal. Mana ona, mana haqiqiy ona. Voy onasini yemsin, yana adashdim. Sanlarga aytgandim-ku, tuzukroq bolasiga e'tibor bermaydigan ona topdi. Siz ham haqiqiy ona emas ekansiz. Suf sizga. Biz gijjalarni ham hali ko'ksimizga shamol tegadi. Ketdik. Agar sizni ham farzandingiz tinmay tirnog'ini tishlasa, yuzida esa oq dog'lari bo'lsa, kechalari tinmay tishini g'irchillatsa, unga Vita-V kompleksini olib bering. Kompleksda undan tashqari bolangiz miyasini yaxshilovchi, immunitetini ko'taruvchi va bo'y o'stiruvchi vitaminlari bor.